yana qaytdim. O'zi hech qayerga ketmagandim, lekin qaytish baribir yoqimli. Quruq qo'l bilan keldi deb o'ylamanglar. Sizlarga g'iybatlashish uchun zo'r mavzu topib keldim. Mana. Bugun mana shu dorama haqida gaplashamiz. Barchaga salom, sizlar bilan yana kino tahlil va bugun bizda navbatdagi obyekt biznes kelishuv doramasi. 2022-yilda chiqarilgan komedik drama. Reyting balli 10 dan 8.2 va bu serial allaqachon ko'pchilikning sevimlisiga aylanganini bildiradi. Jami 12 ta epizoddan iborat. E'tiborimiz markazida ikki juftliklar orasida kutilmagan voqealar sabab boshlangan muhabbat mojarolari turadi. Birinchi juftligimiz direktor Kantemu va oddiy ishchi qiz Shinhari. Ikkinchi juftligimiz esa birinchi juftligimizning do'sti va dugonasi kotib Chan Songhun va badavlat oilaning qizi Jin Yonson. Kino ko'rganimda koreys ismlarini ham bittada aytadigan bo'lib ketibman. Davom etamiz. Film voqealari juda ajoyib va kutilmagan. Shu bilan bir qatorda koreys doramalariga xos tarzda boshlanadi. Ishga mukkasidan ketgan qattiqqo'l va tartibli direktor Kan bobosining qaysarligi sabab kelinlikka nomzod qiz bilan uchrashuvga chiqadi. Qarshisida esa boy oilaning odobli qizini emas, balki osmondan tushgandek hazilkash, biroz dovdirroq va tortinish nima ekanligini bilmaydigan go'zal qizni ko'radi. Qiz uni Archaeopteryx, dinozavrlar davrida qirilib ketgan qush turiga o'xshatadi. Samantha va Rachelni umuman gapirmasa ham bo'ladi. Ko'rish chog'ida yummalab kulib qolgan. Chap tomondagi Samantha, o'ng tomondagi Rachel. Bu yigitlar uchun 10 million sarfladim. Buni albatta ko'rishingiz shart. Gap shundaki, Temu bilan uchrashishi kerak bo'lgan qiz Yonso, badavlat oilaning qizi, turmushga chiqishni xohlamagani sabab oddiy dugonasi Haridan uchrashuvga borishini va kuyovni aynitishini iltimos qiladi. Bu ularning birinchi marta bunday ishga qo'l urishi emas-da. Shunday qilib taqdir hazili bilan Temu va Hari uchrashib qolishadi. Dastlab bir-birlarini ko'rarga ko'zi yo'qdek, bir-birlaridan nafratlanadigandek o'zlarini ko'rsatsa ham, biz bilgandik, biz kutgandik deganlardek oxir-oqibat bir-birlarini yoqtirib qolishadi. Voy, tan olishlar shunaqa qiyin bo'ladi-ku. Ikkinchi juftligimiz esa do'konda ko'rishib qolishadi. Birinchi uchrashuvda bir-birlarini so'zsiz yoqtirib qolgan bu juftlik ham anchagacha muhabbatlarini sir tutadi. Yonso otasi bilan janjallashib alohida yashashga qaror qiladi. Ko'chib o'tgan yangi uyi esa taxmin qilishingiz mumkin u kimga qo'shni bo'lib qolganini. Kotib Cha Songhun boshidanoq bilar edi bu qiz kimligini, uning badavlat oiladan ekanligi va o'rniga dugonasini uchrashuvga chiqarib, yaqin do'stini rosa jinni qilganini. Shuning uchun ham dastavval undan qochib, ko'ngli bor, gaplash desa ham yo'q deb o'rtaga chiziq tortib yurgan. Lekin oxir oqibat nima bo'ldi? Biz bilgandik, biz kutgandik. Ular bu holatda uzoqqa borisha olmasligini. Juftliklar topishishdi. Hamma xursand, hamma baxtli. Shu bilan tamommi? Yo'q, aslida bu voqealar doramaning boshlanishi edi xolos. Serial so'ngigacha ular munosabatlarini saqlab qola oladimi? Taqdir ularni qay yo'llarga boshlaydi? Hali hammasi noma'lum. Noma'lum so'zini ma'lum so'ziga alishtirish uchun esa sizda birgina yo'l bor. Ria Play platformasini yuklab olib, ushbu doramani tomosha qilish. Play Market yoki App Store orqali Ria Play platformasini yuklab oling va u yog'iga hayotingiz yaxshi bo'lib ketadi. Menga ishoning. Siz bilan esa Master Kino serial ko'rish bo'yicha fan nomzodi Sadoqat bo'ldi. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.